Assalomu alaykum hammaga. Mana shu yerda kim biladi, o'tgan yili esingizda bo'lsa, hali gaymaritni polni xud ag'izdirib olish mana shu video bor-ku. Polni xud ag'izdirib olib, ondan keyin esa polni xud hijama, massaj hamma narsa qilishadi. Eshonboy maqsa yana bir ikkita barodarlar shu yerda ishlagichadi. Hozir mana shu yerga kechining o'zida kirib kelganim menim. Yana mana shu yerga keldim, mana shu yerga keldim. Uje nima deyman? Bu yerda yangilik. Har safar kelsam bu yerda nimadir podarkalari bor edi. Bu qollar ham Eshonboy telefon qildi, mana shu bizning tochkaga keling dedi. Mana shu tochkaga keldimki, yana podarka, yana yangilik, lekin o'rtada 11 oy men Moskvada bo'lmadim. 11 oydan keyin keldimki, yangilikning bombasi bo'lgan ekan. Nima yangilik deysiz? Monaqlarimiz ko'p katta edi. Bu tomonga halgi ayollar uchun отдельный komnata qilingan, ayollar uchun. Ha, erkeklar uchun shu eski joyimiz отдельный. Bu yerda men nimasiga? Komfort, chista, halgi sanitariya, gigiyenaga polностью rioya qiladigan hijama deb lishni men mana shu yerda bilaman. Uja halgi odamlar shu qiynalib, jirib mana shu gaymaritning orqasidan daj nafas ola olmaydi. Mana shu yerga kelishlaringizni men tavsiya qilaman. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu kunizda bir yerga kelganingizdan keyin hamma narsa bor. Mana shu har xil giyohlar bor, o'tdan tayyorlangan o buni betitadi, hamma narsa bor. Bu yerda yo'q narsaning o'zi yo'q. Oldin bilsangizda bu yer boshqacha edi, hozir buni boshqacha bo'ldi. Bu yerga kelsangizda Bunu işte yana ko'rmoqchi bo'lsa, bunu shularning ham Instagram saytlari, ham YouTube saytlari mana shu. Bemalol to'liq ma'lumotni bu endi shularning brendiviy anonsi bo'ladi, brendi bo'ladi. Mana shu keldi. Bemalol bu yer tazza iflos yo boshqa narsa emas. Bu yer tazza sanitariya va gigiyenaga polностью bo'ladi, rioya qilgan holda. Mana shu kelsangizlar massaj ham bor. Polni xud minerdi haligi gaymaritni polni ag'izdirib tazalab bemalol betonni ko'targanda cho'tki xud bo'ladi. Betonni polni ko'targanda bemalol nafas ola bersa, ishlarda вообще ham hijama qiladi, ham massaj qiladi, ham gaymaritni zaladi. Bergich. Keyin fitobochkalari bor. Haligi bel og'rig'i, pochkasi shamalagan, sovg'agan mana shu fitobochkalar. Mana shu ikkita fitobochka bor. Ayol kishilar bor, bu maqsad mana shu videomizni ko'rib turgan qizlar ham, ayollar ham maqsad o'rta yashab, lishni men o'zimning uydagilarimni o'chamda, atamda olib kelmoqchiman. Nasibda keyingi safar shu gapga bemalol отдельно kelasizlar, o'zimizning Eshonboy mana shu yerda bo'ladi. Bemalol xizmat qiladi. Aytaman, narx tomonlama arzon. Kelib turib mana hijama qilganga yo'q, mana shu gaymaritlarni olganlarga bitta elektronik tasbih, yana korоче bitta emas, 3 ta, 4 ta, 5 ta podarka qo'shib beradi. Keyin hozir menga aytadi, men aytdim bo'lmaydi bunaqasi, bir chotki qilib turib, yana bir qiziqtirish kerak xalqqa, maqsad mana shu ishlab jirgan o'zimizni birodarlarga yana chotki bir tavsiya qilaman dedimki, menga nima dedi? Men aytdiki, sekundamer qo'yamiz. Kim agar sekundamerda qo'yib beramiz, imini 10 sekund rovnada agar ushlagan odamligini gaymaritini bepul beramiz. Bir gaymaritni o'zi sizmat polni xod olish o'zi 7000 rubl turadi. Lekin ana shu sekundamer men 10 sekundda liboy klient kelganiga tap agar 10:00 da ushladim, joyda avtomatik gaymaritni olish bepul tushadi. Jigarlar bemalol kelaversin. Mana shu pastdagi adres metro Almatinskaya, birinchi vixdan chiqqanlaringizda shu yerda pastdagi mana shu telefon nomerlariga telefon qilasizlar, kelaversangizlar, telefon qilsa sizlarni bemalol metroning oldidan birinchi vixdan shuni sizlarni kutib oladi. Mana shu yerda. Lekin usloviyasi bomba. Hammangizni tavsiya qilaman. Nasib qilgan bo'lsa, hali men ham videoga joylab qo'yim. Jamol zamon bo'lsin.